Hey, odamlar, eshitmadim demanglar, eshitganlar jilmanglar. Andijonda yagona bo'lgan Andijon pedagogika texnikumi 2026-2027 yil o'quv yili uchun 9 hamda 11-sinf bitiruvchilar uchun qabulni e'lon qiladi. Agar siz 9-sinf bitiruvchisi bo'lsangiz, quyidagi yo'nalishlarda o'qishingiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkiloti yordamchi tarbiyachisi, avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish, oshpaz, tikuvchi, quyosh panellarini o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish, mobil telefon aloqasini ta'mirlash ustasi, kompyuter grafikasi va dizayn operatori. 11-sinf o'quvchilariga yoshidan qat'iy nazar quyidagi yo'nalishlar taklif qilinadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi, maktabgacha ta'lim tashkiloti uslubchisi, musiqa rahbari, kompyuter injinering, kutubxonashunoslik, sport faoliyati. Agar siz bizni texnikumda a'lo baholarga o'qisangiz, birdaniga oliy o'quv yurtining 2-kursidan o'qishni davom ettirasiz. Shuni unutmang, bizda malakali o'qituvchilar dars beradi. Qolaversa, bugun zamon talabiga mos kasb-hunarlar o'rgatiladi. 9-sinf o'quvchilari uchun o'qish mutlaqo bepul. Qolaversa, prezidentimiz tashabbusi bilan barcha talabalarga stipendiya joriy qilinadi. Agar siz uzoqdan keladigan talaba bo'lsangiz, sizni albatta yotoqxona bilan ta'minlaymiz. Xullas, Andijonda yagona bo'lgan Andijon pedagogika texnikumiga o'qishga kelsangiz, barcha orzularingiz amalga oshadi. Siz adashmagan bo'lasiz. Biz sizni kutamiz. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 636 07. Bizni manzil Andijon shahar Ahmadbek Hoji ko'chasi 78-B uy.